Assalomu alaykum hurmatli bekajonlarim. Bugun sizlar bilan mazali, yumshoqqina, ichlari sochli, iforlari o'zgacha bo'lgan apelsindan pirog tayyorlaymiz. Bir dona kattagina apelsinimizni bo'lib olamiz. Apelsinlarimizni to'g'rab olib, ketidan 3 dona tuxum, 1 stakan shakar, 7 osh qoshiq o'simlik yog'i solib, hammasini blender qilib olamiz. Tayyor bo'lgan massamizga razlaxlitr solib, 2 stakan un solib, hammasini aralashtirib olamiz. Pergament qog'oz yozilgan qolipimizga massamizni solib, 20-25 daqiqaga duxovkaga joylashtiramiz. Pirogimiz pishib chiqdi. Endi esa ozgina ustidan apelsin soki hamda sidrasini solib, ustidan molokoni quyib yuboramiz. Juda ham sochli hamda xushtam pirogimiz tayyor bo'ldi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.